Assalomu alaykum, gruppadagilar, tinchmisizlar? Qush boqishni mana o'rganinglar. Makka jugori, bug'doy qaynatib beryapman. Omma rasa yeydi ekanchi. Masalan, bolalargandachi. Makka jugorini qaynatib olib qo'yapman. Savzi, karam, tuxum qilib qo'shib beryapman. Omma qushlar ham yo'g'on qushlar chiqyapti. Paprot ko'ringlar mana. Qushlarga tayyorlayapman. Tinchmisizlar hammanglar yoppasiga. Bu rasaga mashina bo'lsa aytinglar, bolalar 1-200 ta qush gaplashaylik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Shunga aka, nima bor ikkita? Qaynotamiz Makka bor ekan. Kirishgami? Bo'ladimi aka, bilmadim. Alaykum assalom. Bug'doy bilan Makka qaynatib mana shu deganni chiqarib qo'yib, sovuq suvga bir chayqab turib, xalidalikka olib qo'yasiz. Kunda ovqat beradigan paytingizda savzi, karam, o'sha nima berayotgan bo'lsa, narsalarga aralashtirib olib beraverasiz. Rasaingizga hamma qush yeydi. Bemalol qo'ymasdan beraverasiz. Bo'ldi aka, bo'ldi. Rahmat aka, uni sizga. Budagini makani qaynatib bersa bo'lar ekan aka. Hozirdan. Qachon qaytasiz bu yoqqa qush boqishmag'ada o'shda? Bormi yo'qmi? Bug'doy bilan Makka qaynatib mana shu deganni chiqarib qo'yib, sovuq suvga bir chayqab turib, xalidalikka olib qo'yasiz. Kunda ovqat beradigan paytingizda savzi, karam, o'sha nima berayotgan bo'lsa, narsalarga aralashtirib olib beraverasiz. Rasaingizga hamma qush yeydi. Bemalol qo'ymasdan beravering.